mana Korkupa 500 bir ukamiz Shohimardon soylarini ritmini yozib bering dedi. Zakaz qo'ymadilar ukamiz, mayli men yozib berdim mana. Endi ikki narsalarni so'rashadi, marhamat eshitamiz. Lekin o'xshagan, qanchalar o'xshagan baho beramiz. Oddiy usul ekan. Eshitdim, shunda yozib berdim. Marhamat eshitamiz. Shohimardon soylari, Shohimardon soylari, yerimaydi qora, yerimaydi qor deb aytilganmi, shunaqa ekan. Lekin trendga chiqib ketib qolibdi bu qo'shiq. Men bilmayman. Shu mana hozir sekin kuzatib shuni yozib berdim. 5 minutda yozib tashladim shuni. Kimga shunaqa ritmda kerak jo'natib qo'yamiz.